Hop, assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Yana bir ishimizni yakunladik. Bu yerga Akfalda Husniyo profilidan 2 qavatli seriya oynalar solib, mo'qri rangda eshiromni berdik. Polni ayvonda yopib berganmiz. Hop, uchkalariga ham Akfani original uchkalarini qo'ydik. Ligrovkalari cho'tqa chiqqan. İçki ko'rinishlari patagoniylarni ham qo'yganmiz Tayho brendidan. Tayho klassdan patagoniylar qo'yib, eshik romda qanotlariga o'kinni qo'yganmiz. Şimdi juda ham chiroyli chiqdi. Bu taraflari ham bor mana. Kimga shunaqa sifatli xizmat kerak bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasizlar. Pastda nomerlar bor. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Akfa alyumin, plast, termo, shuningdek kalyonli eshiromlarni polni o'rnatib berish xizmatlari bilan chiroyli qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Bu tarafda eshiklarimiz ham Akfani original uchkalarda bo'lgan. Taylarga alkofon qo'yganmiz. Bunga ham.